Oilada nechinchi farzand bo'lib tug'ilganingiz sizni hayotingizga ta'sir qiladimi? Ha, 100% ta'sir qiladi. Bu videomizda kelinglar to'ng'ich farzandlar haqida gaplashsak. To'ng'ich farzandlar hayotda ko'proq muammolarga uchraydi, ko'proq kasal bo'ladi. Nimaga degan savolingizga hozir mana shu qisqa videoda tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana qaranglar, birinchi farzand tug'ilgandan keyin hamma uni sevib, ardoqlab, yaxshi ko'rib katta qilishni boshlaydi. Lekin bizda, ayniqsa o'zbekchilikda 2-3 yil o'tmasdan ikkinchi farzand oilaga kirib keladi. Ikkinchi farzand kirib kelgan kuniyoq birinchi farzandga katta talablar qo'yilishi boshlaydi. U keyingi mehribon bo'lgan-da, yo singlinga sabr toqatli bo'lgan, kashasini olib kel, suvini olib kel. Birdaniga u shoh vazifasidan xizmatkor vazifasiga tushib qolganini ko'radi va u hayotida eng katta adolatsizlikka uchradim deb o'ylaydi. O'sha programma katta farzand miyasida qattiq o'rnashib qoladi. O'shaning uchun ham ko'pincha birinchi bolalar ko'p kasal bo'ladi, uka-singlisi raddomdan kelgandan keyin yoki o'zini yomon tutishni boshlaydi. Lekin bu aysbergga uchi hisoblanadi. Qancha ko'p bola oilaga kirib kelgani sari ota-onani katta farzand bilan ishi bo'lmaydi. Ko'proq undan mas'uliyat talab qilinadi. Qancha katta farzand mas'uliyatni ko'proq sezgani sari uni organizmidagi kortizol, stress gormoni oshadi. Kortizol gormoni oshgandan keyin kelib chiqadigan kasalliklar psixosomatikasini bizani kurslarda, biza ko'plab darsimizda har xil misollarda keltiramiz. Lekin bu videoda men sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan eng asosiy narsam, katta farzandlar hayotda katta bo'lgandan keyin ham ko'proq adolatsizlikka uchraydi, ko'proq mas'uliyatli ishlarga boradi va o'sha ishxonasida ham yoki tushgan oilasida ham unga nisbatan ko'proq mas'uliyat qo'yiladi. Chunki bu ong ostini asosiy programmasi mas'uliyat, sabr toqat va bo'ysunish. O'shaning uchun agarda sizga shu mavzu qiziq bo'lsa, buni qanday qilib o'zgartirish mumkin degan savolga javob topmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda biz bu haqida batafsil gaplashamiz.